Hurmatli bizni kuzatuvchilar, biz mana Omonxona hududi qishloqlaridan, Omonxona hududidan o'tyapmiz. Bu yo'llar mana jahon standartlari darajasida qilingan. Meni hozir kuzatib borgan yoki bo'lmasam hozirgina meni mana shu ko'rsatuvni ko'rayotganlar Denov, Xandar, Boysun, Darband yo'lini maqtayapti deb o'ylamanglar. Biz bor narsani ko'rsatyapmiz. Bo'lgan joyini ham biz sharoitini aytishimiz kerak. Yaqinda men Sangardak kitob yo'lini gapirganimda, o'sha kitobdan Shahsabizdan chiqadigan tog' yo'lini gapirganimda bir farg'onalik muxlisimiz, farg'onalik bir kuzatuvchimiz yo'limizni nihoyatda yomon ekanligini, juda qiynalganligini va odamlar bu yoqdan bekor yuribsizlar, qaytayotganda sizlar Sherobod yo'lidan yuringlar desa, Sheroboddan yurgan ekan, nihoyatda qiziriq, Sherobod yo'llarida qiynalganligini yozibdi va nega bu yo'llar haqida vaqtli matbuot gapirmaydi? Bu axir qo'shni mamlakatlar bilan iqtisodiy imkoniyatlarimizni yaxshilaydigan yo'l-ku. Bu yo'l ishga tushsa biz ham emin-erkin borib kelardik, juda qiynaldik degan gaplarni aytibdi. Albatta bu yo'l ishga tushsa hammamiz uchun yaxshi bo'ladi. Va ayniqsa mana shu 10 minglab bolalarni boqayotgan o'sha yuqorida aytganimdek mana shu taksistlarimizni, yo'lovchilarni manzillariga olib borib qo'yayotganlar uchun ham yaxshi bo'ladi va bir muncha o'sha yo'l kira haqqi ham arzonlashadi. Bugun mana Boysunga juda yaqin qoldik biz va mana shu yerda 30-40 kilometr bormi? 20 kilometr masofa mana mutaxassislar aytyapti, 20 kilometr masofa mana shu betonlashtirilgan, jahon standartlariga javob beradigan holatga olib kelingan, bular ochib qo'yilgan. Mana bemalol odamlar yuribdi. Naryoqda mana qo'shimcha yo'l ham bor. Abes qilib qo'yibdi, naryoqdan ham yurish mumkin va mana bu yerda ochib qo'yganligi yaxshi bo'libdi degan xulosalarni aytmoqchimiz. Bu endi yana bir karra takrorlash bo'lsa ham oldingi lavhalarimizni ko'rmaganlar uchun 100 Denovdan to Darbandgacha 111 kilometrlik yo'l, Dushanbe, Beshkek yo'li bu. Dushanbe, Toshkent, Beshkek yo'li jahon standartlari darajasida bunyod etiladigan 4 polosali nazarimda yo'l bo'ladi va bu yerga barcha sharoitlar yaratiladi. Buning uchun davlatimiz 183 million dollar sarmoya pul ajratilgan. Jo'raqul Tursunov Denov, Boysun, Darband yo'lidan tomoshabinlarimiz uchun, bizga so'raganlar uchun maxsus tayyorlandi.